Salom, men Demokritman. Bugun aqlingiz qanday ishlashini o'rgataman. Ayniyat qonuni. Fikr o'ziga tang bo'lishi shart. Uni o'zgartirma. Ziddiyat qonuni. Bir vaqtda ham ha, ham yo'q deb bo'lmaydi. Uchinchisi istisno. Haqiqat yo bu yerda, yo u yerda. O'rta yo'l yo'q. Yetarli asos qonuni. Har bir gap isbotlangan bo'lishi shart. Sababsiz hech narsa sodir bo'lmaydi. Har bir ishning ildizi bor. Fikr ham atomdek tartibni sevadi. Tartib bor joyda haqiqat bor. Aniq fikrlash mantiqning alosi. Chalkashlikdan qoching. Qonunlarni bilgan inson dunyoni aslicha ko'radi. Aql bu ko'zgudir. Aql bilan yashang. Salomat bo'ling.